Eldor Shomurodov haqida 100 fakt. Qani, ketdik. Ismi Eldor, familiyasi Shomurodov. Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanidan 1995-yil 29-iyunda tug'ilgan. Bo'yi 190 cm, og'irligi 76 kg. Millati o'zbek. Hozirgi kunda Roma jamoasida o'ynaydi. Milliy jamoamizning sardori. Laqabi Shoma. 2019-yilda uylangan va 2 ta farzandi bor. Hozirgi kunda Italiyaning Rim shahrida yashaydi. Italyan va rus tillarini biladi. Otasi ham professional futbolchi bo'lgan. Ukasi Sanjar ham futbol bilan shug'ullangan. Bobosi esa murabbiy bo'lgan. Ampulasi markaziy hujumchi, o'ng va chap qanot vingeri pozitsiyasida ham o'ynay oladi. O'ng oyoq futbolchisi. Gol urganda o'rgimchak odam jesti bilan nishonlaydi. Homisi Adidas kompaniyasi. Hozirgi kundagi transfer marketdagi bahosi 5 million yevro. Roma bilan amaldagi shartnomasi keyingi yilning yozigacha belgilangan. 2025-yilda Italiyada 2 marta oy o'yinchisi deb topilgan. 14-raqamda o'ynaydi. 7 yoshidan futbol o'ynashni boshlagan. Futbolchilik faoliyatini Mash'al akademiyasida boshlagan. 2015-yilda Bunyodkor safida o'ynagan. Bunyodkor safida 96 o'yinda maydonga tushib 20 ta gol urgan. 2017-yilda esa Rostov klubi bilan shartnoma imzolagan. Rostov safida 4 yil o'ynagan va 18 ta gol urgan. Roma bilan Konferensiyalar ligasini yutgan. 2019 va 2021-yillarda O'zbekistondagi eng yaxshi futbolchi deb topilgan. Eng katta orzusi O'zbekistonni jahon chempionatiga olib chiqish bo'lgan va u buni uddalagan. Eldor Shomurodov bir mavsumda 2 million yevro maosh oladi. 19 yoshida milliy jamoaga taklif qilingan. Milliy jamoamiz safida 82 o'yinda maydonga tushib, 42 ta gol urgan. Drogba va Torresni yaxshi ko'radi. Eng yaxshi ko'rgan klubi Roma. Futboldan tashqari stol tennisini yaxshi ko'radi. Yashash uchun eng yaxshi shahar deb Toshkentni aytgan. Karyerasidagi eng qiyin o'yin Xitoyga qarshi bo'lgan. Mavrinyoni psixolog deb ta'riflagan. A seriyadagi debyutini Veronaga qarshi o'yinda o'tkazgan. Ilk golni esa Parma darvozasiga kiritgan. 2021-yilda Romaga o'tdi. Transfer summasi esa 17,5 million yevro bo'lgan. Eng yaxshi ko'rgan taomi osh. Yevro ligasining finalchisi bo'lgan. 2019-yilda Rossiyaning eng kuchli 33 nafar futbolchisi ro'yxatiga kiritilgan. O'smirlar o'rtasida Markaziy Osiyo chempioni bo'lgan. Fyodor Smolovni o'yin uslubini yoqtiradi. Top 5 chempionatda o'ynagan ikkinchi o'yinchi bo'lgan. Bolaligidan Chelsiga muxlislik qilgan. Milliy jamoadagi debyutini Yaman jamoasiga qarshi o'tkazgan. Shomurodov milliy jamoamiz tarixidagi eng yaxshi to'purar hisoblanadi. Yoshligida Rivaldo bilan rasm tushgan. Bolaligidan Yevropada o'ynashni orzu qilgan. Germaniya va Ispaniya klublaridan ham takliflar kelgan. Rostovdan ketayotganda yig'lab yuborgan. Karpin Shomaga qiyshiq oyoq deb laqab qo'ygan. Terma jamoadagi golini qizning tug'ilgan kuniga bag'ishlagan. Ijtimoiy tarmoqlarda unchalik faol emas. Instagramida 660 mingdan ortiq obunachisi bor va 100 tadan ortiq post joylagan. Oilasi bilan Parijda dam olgan. Bahodir Jalolovga futbolkasini sovg'a qilgan. Quyoshli havoni yaxshi ko'radi. Spezia klubi Shomani kelishuvini maxsus kutib olgan. Roma klubi Eldorni tug'ilgan kuni bilan tabriklagan. Konferensiyalar kubogi bilan uxlagan. Xokkey o'yinlarini tomosha qilib turadi. Muhammad Salah bilan rasmga tushgan. Hozirgi kunda Shomaga MLS dan takliflar bo'lyapti. Starbucks kofelarini yaxshi ko'radi. O'zbekiston iftixori faxriy unvoniga sazovor bo'lgan. Kubik Rubikdan Eldorni rasmini yasashgan. Eldorni Roma klubining muxlislari yaxshi ko'rishadi. Omar Momani Shomurodov uchun karikatura yasagan. Terma jamoadagi eng yaxshi o'yinchilardan biri deb Masharipovni aytgan. Suzishni yaxshi ko'radi. Terma jamoada fotograflik ham qilgan va Husanovni rasmga olgan. Shomurodov top 5 chempionatlarida gol urgan birinchi o'zbek futbolchisi. Hayotda ham sodda inson. Klassik uslubda kiyinishni yaxshi ko'radi. Ronaldodan to'pni olib qo'ygan. Eng yaxshi ko'rgan rangi qora. Yosh bolalarni yaxshi ko'radi. Rossiyada avgust oyining eng yaxshi o'yinchisi deb topilgan. Shomurodovning FIFA 25 dagi reytingi 72. Eldor hozirgi kunda Romaning asosiy o'yinchisi hisoblanadi. Uning raqobatchisi esa Artyom Dovbek. Shomurodovning eng ustun tomoni yuqori pressing. SofaScore Eldorga 6,89 ball bergan. A seriyadagi eng oxirgi goli Juventus darvozasiga bo'lgan. Shomurodov hech qachon alkogol ichmaydi. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing. Kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada keyingi 100 ta fakt kim haqida chiqishini yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.